Ana endi kamarsiz tekshirib ko'ramiz. Ketdik. Mana holatni ko'rdinglar. Avtomobil o'rindig'i kamar bo'lmaganda qanchalik yomon holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Buni ko'tarish harakat qilib ko'ramiz. Mabodo odam bo'lsa, bu joydan chiqib keta oladimi, yo'qmi? Oyoq qisilgan ko'ryapsizlar. Agar bundan ham kattaroq odam bo'lsa, demak bundan ham kattaroq muammo bo'lishi mumkin. Qo'li bilan qaytaramiz. Qo'li bilan qaytmaydi, chunki bu elektroprivodda ishlaydi. Albatta bu hodisani ko'rgandan keyin xavotirga tushgan bo'lishingiz mumkin va u o'rinlidir. Sizni men ikkita masala bilan xotirjam qilishim mumkin. Birinchisi, tugmani oxirigacha bosmasangiz, o'rindiq oxirigacha ham kelmaydi. Ikkinchi masala esa, mabodo agar kamar bo'lsa, u ham o'rindiq oxirigacha kelmasligini sababini olib beradi. Albatta bu qismat, bu qadardir, lekin bizning ishimiz ogohlantirish va sabablarni olib qo'yish bo'ladi. Bu videoni qilmasdan turib, bu Cadillac'larni men maqtab ketaversam bo'lardi. Bizning asosiy yo'nalishimiz aynan amerikanskiy avtomobillar ustida edi, lekin baribir haqiqatlarni ko'rsatmasa bo'lmaydi. Bu holatni bekitish bizga yarashmaydi. Albatta o'ylaymanki, bu hodisadan keyin avto injenerlar va avto ekspertlar bu holatdan tegishli xulosani chiqargan holatda kelgusida bir kishini umriga zomin bo'lishi emas, minglagan kishini hayotini saqlab qolishga harakat qilib ko'rishadi. Yana qaysi avtomobilni sinab ko'rishimizni xohlasangiz, izohlarga yozib keting, biz ularni ko'rib chiqamiz.